Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, mana kuzatuvchilar. Men Qurbon Barberlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l Buyum bozorida 64-dükkanda sizlar bilan 5-15 daqiqa vaqtingizni ayab qo'ysangiz, yangi yilga o'tib, yangi xonaga kelgan trenddagi Avalon xonakimiz degan inverter, Grand inverter. 10 yil garantiyaga ichi muz bo'lmaydi, suv bo'lmaydi, ishlanish bo'lmaydi. Qo'ygan vaziringizni ichib qo'ygan bo'lsangiz shunga turadi. Tomatlar islanib yoki bo'chib ketish shunday holat bo'lmaydi. Gelaverasiz 64-dükkanda kutaman. Bu Avalon, обязательно Avalon so'raydigan odamlar uchun xonalik Avalon inverter gelaverasiz. Artel desanglar Artel bor. Artellarimiz ham inverter. Budjetli variant desa, budjetli variantlar ham bor. Keyin konditsionerlarimiz bor, zo'r yangilik bo'lib turibdi konditsionerlarimizdan. Hamma turidan bor. Inverter deymi, inverter emas deymi, no frost, defrost, hamma variantdan bor xonaliklarimiz. Bo'ldi kelaverasizlar. Konditsionerlarimizda bugungi kunda konditsioner narxi qaytgan 5 million 800 ming so'mdan yanında sovg'alar bilan beriladi. 12lik ismi, 18lik ismi, 24lik ismi hamma variantdan bor. Yangilikimiz shu. Qanday mahsulot kerak bo'lgan bo'lsa, shunday mahsulot to'plab bilamiz. 100% garantiyali, 3 yil to'liq kafolatga ega, motorlarni 10 yil garantiyasini shaxsan o'zimiz berib bilamiz. 100% kafolatlangan. Yana bir yangilik yodimizdan chiqib ketdi. Bitta pasport evaziga kelib qaytarib ketishingiz mumkin.